hududida tayyor bo'lgan, qurilishi yakunlangan majmuamiz shu hisoblanadi. Bu qayerda joylashgan? Jetour, mana Jetour saloni o'zi. Filondan o'tganingizdan keyin Kefsiga o'tish most, aeroportning yo'li. Shu bitta podyezdlik, 8 etaj, penthouse bilan birga. Bu yerda nima ishlar qolgan bor? Bolalar maydonchasi qolgan. Bo'ldi. Qolgan ishlar hammasi tayyor, podyezd qismlari ham hozir hammasini bir marta ko'rsatib o'taman. Bu yerda bu tomon bog' butunlay. O'shadan uzunasi kamida 2 kilometr uzunasiga bo'lgan bog'. Narigi majmuamizga yaqin, ko'chaning u tomonida yangi majmuamiz endi qurilayotgan. Bu ham bog'ga yaqin, shunday bog'ga o'tsangiz bo'ladi peshqam. Tomonda karavot o'tiradigan joylar qilyapmiz. Burada podyezt qismi devorlarni bitirganmiz, hol qismi qoldi bu tomonda bo'ladi. Eshiklar hammasini joylashtirib bo'lgan bu. Eshik, deraza, liftni qo'yib bo'ldik. Penthouse-gacha bemalol liftda chiqsa bo'ladi. Afsuski penthouse-imiz qolmagan. Bu ham sotganmiz penthouse-ni. Xonadonlarni remont allaqachon boshlangan. Hamma stoyaklarni o'tkazganmiz. Suv, suv, gaz, svet hammasi o'tgan. Bu qavat 8-qavatda joylashgan penthouse xonadonimiz. Liftdan keyin eshik, vonna tualet, koridor, spalni zal, mini spalni. Mini zal xorsiz bo'ladi. Bu yerga terrasaga chiqadigan yo'lagi. Bu tomon terrasa. Manzarasi juda ham chiroyli. Ayniqsa kechqurun hamda pastlarda shunaqangi majmuadan yana bitta quryapmiz. Uni ham lokatsiyasi shuni oldida. Mana ko'prik bo'lsa, Kefsiga chiqadigan ko'prik bo'lsa, ko'prikning narigi betida. Eski havo simulyatsiyani oldida, bu ham bog'ga yaqin, shunday peshkom o'tsangiz bo'ladi bemalol bog'ga. Agar sizga ham xuddi mana shunaqangi majmuadan xonadon xarid qilmoqchi bo'lsangiz, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Va eslatib o'taman, mana shu ko'rsatgan majmuamizda xonadon qolmagan, bor-yo'g'i bitta 7-qavatda bitta 3 xonaligimiz qolgan bo'ldi. Terrasa ham sotilgan, qolgan barcha qavatlarimiz sotilgan. Agar arzon narxlarda yangi majmuamizni olmoqchi bo'lsangiz, albatta pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.